Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda 6 va 9 oylik bolalar, ya'ni chaqaloqlar uchun to'g'ri keladigan oyoq kiyimni tovon qismini to'qishni o'rganamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib, like bosishni unutmang. 6-9 oylik chaqaloqlarimiz uchun 20 dona zanjir terib olamiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta. Mana 20 ta zanjir terib oldik. Endi bitta zanjir qoldirib, yonida ikkinchi zanjirdan to'qishni boshlaymiz. Ikkinchi zanjirimizga ko'paytirish qilamiz. 1 2 va 8 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 va 8. 8 ta to'qidik. Endi bir dona yarim nakitli ustuncha to'qiymiz. Ilmoq ilamiz. Endi yana 8 dona nakitli ustuncha teramiz. Ya'ni bir nakitli. 1 2 2 3 4 5 6 7 8. Mana 8 ta nakitli ustunchani ham terdik va oxirgi zanjirchamizga 7 marotaba nakitli ustun terib ko'paytirish qilamiz. 1 2 3 4 5 6 va 7. Mana ko'paytirish qildik. Endi xuddi shu takrorlagan ishimizni bu qatorda ham takrorlaymiz. Teskari tarafda. Hozir yana 8 dona nakitli ustuncha teramiz. 1 2 3 4 5
6 7 8. Mana 8 ta nakitli ustuncha terdik. Endi bir dona yarim nakitli ustuncha to'qiymiz. Va yana 8 dona nakitsiz ustuncha teramiz. 1 2 3 4 5 6 7 va 8. Mana 8 dona nakitli ustuncha terdik. Endi bitta dona ko'paytirish qilamiz. Oxirdagi zanjirimizga. Mana qatorimiz tugadi. Endi qatorlarimizni birlashtirib ikkinchi qatorni to'qiymiz. Ikkinchi qatorda ikkita zanjircha bilan ko'tarilamiz. 1 2 va 2 marotaba nakitli ustuncha to'qib ko'paytirish qilamiz. 1 2 1 2. Mana 2 marotaba ko'paytirish qildik. Endi 17 dona nakitli ustuncha to'qiymiz toki ko'paytirish joyimizga qadar. 1 2 3. Shu tarzda davom etamiz. Mana 17 dona nakitli ustuncha to'qib keldim. Endi 7 dona 7 marta ko'paytirish qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 va yana bu yoqqa qadar 17 marotaba 17 dona nakitli ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 mana 17 dona nakitli ustuncha to'qib keldim. Endi
Oxirida ikkita zanjir qoldi. Ikkovini ko'paytirish qilamiz. Mana ko'paytirish qildik. Endi qatorlarimizni birlashtiramiz. 1, 2. Mana ikkinchi qatorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Uchinchi qatorimizda quyidagicha to'qiymiz. Uchinchi qatorimizda ikkita zanjircha to'qiymiz. 1, 2 va 3 marotaba quyidagicha ko'paytiramiz. Bitta ko'paytiramiz, keyingisida o'zini to'qiymiz. Mana. Bitta ko'paytirdik. Bitta to'qiymiz oddiy o'zini. Mana 1 marotaba, xuddi shu tarzda. Bitta ko'paytiramiz. Va bitta to'qiymiz. Yana bitta ko'paytiramiz. Bitta to'qiymiz. Mana xuddi shu tarzda 3 marotaba takrorladik. Endi 14 dona nakitli ustuncha terib kelamiz bu yoqqacha. 1, 2. Xuddi shu tarzda to'qiymiz. Mana 14 dona nakitli ilmoqlar bilan terdik, to'qidik. Endi 8 marotaba bitta to'qib, bitta ko'paytirish qilamiz. Ya'ni boshida to'qigan holatimizni 8 marotaba takrorlaymiz. Birinchisida ko'paytirish qilamiz. Va bitta to'qiymiz. Mana. Xuddi mana shu tarzda bitta to'qib, bitta ko'paytiramiz. 8 marotaba. Mana 8 marotaba bitta to'qib, bitta ko'paytirib keldik. Endi yana 14 dona nakitli ustuncha to'qiymiz. Toki mana shu atrofga qadar 14 dona. 1, 2, 3. Xuddi shu tarzda davom ettiramiz. Mana 14 ta nakitli ustunchamni ham to'qib keldim. Endi yana ko'paytirish qilamiz. Bu yoqda qilgan ko'paytirishimizni yana takrorlaymiz. Birinchisida ko'paytirish. Bir marta va shu tarzda 3 marta takrorlaymiz. Bir marta takrorladim. Ko'paytiramiz. Yondagisiga o'zini to'qib qo'yamiz. 2 marta. Va oxirgisi. 3 marta. Mana 3 marta ko'paytirish qildik va qatorlarimizni birlashtiramiz.
Mana qatorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir bizda 72 dona nakitli ustuncha mavjud. Endi bir qator 72 dona nakitsiz ustuncha bilan to'qib chiqamiz. Bitta zanjircha olamiz. 1 2 3 4 5. Xuddi shu tarzda qatorimizni oxiriga yetkazamiz. Mana to'qib tugatib oldik. Endi keyingi razmerini to'qishni o'rganamiz.